Er va xotin haqida ibratli rivoyat. Bir qariya er-xotin qariyb 50 yil birga yashabdi. Ular deyarli hech qachon janjallashmas ekan. Bir kuni yosh bir yigit ulardan so'rabdi: "Bobo, bu qadar uzoq yillar qanday qilib ahil yashadingiz?" Qariya kulimsirab javob beribdi: "Chunki biz buzilgan narsani tashlab yubormadik. Tuzatadigan avlodmiz. Bir-birimizni ham shunday asradik." Shunda kampir so'z qo'shibdi: "Turmush faqat sevgi bilan emas, sabr bilan ham davom etadi. Erim xato qilgan kunlari men jim bo'lishni o'rgandim. Men xato qilganimda esa u kechirishni bildi." Yigit yana so'rabdi: "Demak, sizlar umuman ranjishmagan ekansizlar?" Qariya bosh chayqab dedi: "Yo'q, ranjiganmiz. Ammo har gal o'zimizga bir savolni berardik. Bugungi g'azabimiz bir umrga arziydimi?" Javobi esa doim bir xil bo'lardi: "Yo'q." Kampir erining qo'lidan ushlab dedi: "Inson mukammal emas, mukammal turmush ham bo'lmaydi. Ammo bir-birini qadrlaydigan ikki qalb bo'lsa, har qanday sinovdan o'tadi." Yigit ularni qo'llariga qaradi. Yillar o'tib ajin bosgan bu qo'llar hali ham bir-birini mahkam ushlab turibdi. Shunda qariya oxirgi marta shunday dedi: "Sevgini topish qiyin emas. Uni har kuni asrab qolish qiyin. Baxtli oila hech qachon janjallashmaydigan oila emas. Baxtli oila har safar janjaldan keyin yana bir-birini tanlay oladigan oiladir." Xulosa, agar yoningizdagi insonni qadrlasangiz, buni faqat bayramlarda emas, har kuni his qiling. Chunki bir kun kelib aytilmagan yaxshi so'zlar eng katta armon bo'lib qolishi mumkin. Agar rivoyat sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, izohlarda fikringizni yozing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang.